Salom do'stlar, bugungi videoda demak Cisco sertifikatiga yanada asosiy kirishni boshlaymiz. Bundan oldingi videolarimizda umumiy tushunchalarni oldik, qurilmalar bilan tanishdik, ichki tarkibiy qismlar bilan tanishdik va boshqa bilimlarni oldik. Endilikda o'zi aslida menga Cisco sertifikati nima beradi degan savolga javob topa olsak. Cisco sertifikati jahon bozorida asosiy yetakchi rolni tashkil qiladi, demak tarmoq qurish bo'yicha. Ya'ni dunyo bo'yicha qurilgan tarmoqlar ma'lumotlar almashish aksariyat demak infrastrukturasi Cisco qurilmalari asosida quriladi va ular ishonchliligi va o'zini qiymati bilan juda ham muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bozordagi asosiy yetakchi rol bilan birgalikda yangi tarmoqda qonun qoidalarni ham aksariyatlarini Cisco shunga o'xshash kompaniyalar, ya'ni bozor yetakchilari quradi. Bu degani yangi qonunlarni ular olib keladi tarmoqda va ular asosida boshqa vendorlar yoki boshqa vendorlar shunga moslangan holatda demak o'zlarining tizimlarini yarata borishadi. Bu degani siz Cisco'ni sertifikatini olishingiz deyarli boshqa texnologik qurilmalar, tarmoq qurilmalarini ham yaxshi tushunasiz deganini bildiradi. Xo'p, shuningdek bizga yana qanday imkoniyatlar beradi? Mana odatda ish uchun kerak bizga albatta va ish uchun LinkedIndan qidirdim, Indeed va boshqa platformalardan qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Ish e'lonlarini O'zbekistonda esa menimcha Telegramlardan, Headhunter platformalaridan qidirganingiz ma'qul. Va ularda demak Cisco'ni haqida mana bunday Vengriyadagi Cisco CCNA injenerni olamiz deb qo'yibdi va topshiruvchilar bir kun avval 11 ta odam topshirgan. Demak Cisco sertifikati, CCNA sertifikati bo'lsa kerak. Xo'p, yaxshi, bunaqa ishlar juda ham ko'p bo'ladi, ko'p chiqadi. Asosan demak ochiqchasiga bilasizlar, Yevropa, Amerika, Kanada platformalarida ochiqroq e'lon qilinadi. Bizda ko'pincha buni topish birozroq qiyinroq bo'lishi mumkin, izlanishingiz kerak bo'ladi. Endi oyligiga nisbatan keladigan bo'lsak, masalan, senior tarmoq injeneri darajasida qanchalar taklif qilyapti? Mana bu yerda beradigan ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin. Birozgina dasturlashdan yana qo'shimcha boshqa bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Bu 120 000 yevrogacha yiliga beraman. Shuningdek, bonus beraman 25%. Xo'p, yana qo'shimcha narsalar beraman deyapti. Endi bu yerda albatta talablari bor. Bu talablarni ham bajarishingiz kerak. Harakat qilsangiz, masalan, yiliga 120 ming, oyiga 10 ming yevrogacha demak oylik beraman deyapti. Bu menimcha 3-4 yil kerak bo'lsa, shunga tayyorgarlik ko'rib, shu darajaga chiqishga arziydi. Xo'p, lekin bularni boshlanishi albatta CCNAdan boshlanadi. Endi o'rtada mana bu daraja CCNP demak senior darajasi desak ham bo'ladi. CCNAdan keyingi sertifikat hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda ham mana demak qanday texnologiyalarni bilishingiz kerak deyapti. Ya'ni aynan CCNA sertifikatini olishim shartmi desangiz, yo'q, lekin mana bu texnologiyalarni bilishingiz so'raladi. Mana job ta'rifida O'zbekistonda ekan, mana odatda bilasizlar, bunday holatlarda oylik ko'rsatilmaydi bizda. Xo'p, o'rtacha mana shu bilimlar bilan bemalol 10 milliondan kam oylik so'ramasangiz bo'ladi. 10 millionni aniq oylik so'raydi mana shu bilimlarga haqiqatdan ega va shu ishlarni bajara oladigan mutaxassis O'zbekistonda. Xo'p, mana ko'p chiqadi, qidirsangiz va texnologiyalar va boshqa narsalar ko'pligini ham ko'rib borishingiz mumkin. Ya'ni odatda mana buni so'raydi. Buni so'raganda siz bilan ular savol-javob qilish kerak. Buni bilasizmi yo'qmi aniqlab olish kerak. Lekin CCNA sertifikatini olsangiz, ularga juda ham oson bo'ladi. Chunki mana shu texnologiyalarni biladi va Cisco buni tasdiqlab beradi. Ya'ni shunga kafil bilman, bu mutaxassisimiz biladi degan ma'noda hujjat bo'ladi va bu ularning ishini, ya'ni kadrlarning ishini ham osonlashtiradi. Odatda kimdir yangi
tasavvur qiling, CCNA sertifikati bor odam keldi, boshqasini esa bu bilimlarni tekshirib olish kerak. Uning uchun esa odam ajratish kerak, mutaxassis ajratish kerak. Vaqt undan ko'ra CCNA sertifikati bor bo'lgan odamni osongina olib qo'yishga harakat qiladi. Xo'sh, endi biz o'zi nima ish bajaramiz degan savol bo'ladi. Bizning vazifamiz shunday bo'ladiki, yirik tarmoq qurish bo'ladi. Oddiy o'rtacha tarmoq ham mayli, o'rtacha tarmoqlar, oddiy uyda tarmog'i emasda bu. Bu yirikroq tarmoq bo'ladi va u tarmoqlarda qurilmalar ishlatiladi. Mana demak, keling oddiygina mana shu qurilmamiz bilan tanishib olsak. Bu qurilmamiz HBC degan kompaniyani demak tarmoq qurilmasi. Bu ham switch. Mana bu yerda turgani, demak Cisco'niki ham demak switch 8 portli, bu 16 portli. Oy switch gigabitli portli, demak xarakteristika bunda ko'proq bo'lyapsiz. Bunda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, 4 ta optikasi bor, bunda esa 2 ta optika porti bor. Mana bu yerda datchiklari bor, aloqani ko'rsatib turadi. Keyin mana shu switchimizga tarmog'imizga qo'shamiz. Tarmoqqa qo'shamiz. Tarmoqda tokini uladi, mana bu yerda mana token uladi, oddiygina soddagina. Undan keyin tarmog'imizda keladigan bitta RJ45 kabelimizni ulaymiz. 16-portga ulab qo'ydim. Va bizning vazifamiz shunday bo'ladiki, o'sha tashkilotga borsiz, tashkilot aytadi, menga deydi 200 ta xodimim bor, 200 ta xodimimga internet kerak. Ular deylik talablar o'rtacha 200 ta xodimim demak interneti tezlik bo'lishi kerak, lekin ma'lum bir saytlarga kirmasligi kerak. Shuningdek, xavfsizligi juda yuqori bo'lishi kerak, ya'ni boshqa chetdan bizning xodimlarning kompyuterlaridagi ma'lumotlarni olib ketmasligi kerak. Keyin yana qandaydir yana boshqa talablar qo'yib berish mumkin. Shu talablarni bajarishimiz kerak. Bu talablarni qanday qilib bajaramiz? Birinchi, nazariya asosida oynagi talablarni o'rganib chiqamiz. Nazariyani o'rganamiz. Ikkinchi, keyin o'sha nazariyani qurilmalarimizga joylaymiz. Buyruqlarni joylab chiqishimiz kerak. Mana bu qurilmamiz GUI demak interfeysi bor, grafik interfeysi bor va biz buni ichiga kirib turib sozlashlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bu qurilmamizga ichiga kirib bemalol. Deylik, hozir qaraymiz. Mana misol, bundan oldingi darsimizda topologiyani aytgan edim. Topologiya bu bog'lanishi degani. Bog'lanishi esingizda bo'lsa, mana bizani oddiygina shu hozir bittagina bu kichik tarmoqchamiz. Bu tarmoqchamizdagi bog'lanishni shu yerda ko'rishingiz mumkin. Internet demak, internet servis provayderdan internet kelyapti. Mana internet jo'natgan bizda demak asosiy qurilmamiz. Demak, router qurilmamiz. Bu routerimizni ichida boyagi o'tgan darsimizda aytgan firewall qurilmamiz ham funksiyasi ham buning ichiga kirib ketgan. Undan keyin boshqa qurilmalar bog'lanib ketyapti va mana bu yerda mana access pointlar ko'rishingiz mumkin. Access pointlar bular demak Wi-Fi tarqatyapti. Demak, mana bu qurilmalarimiz Wi-Fi bilan bog'lanadi. Va mana bu yerda mana qaysi qurilmalar bog'lanadi, buni ichiga kirsa, nima saytlarga kiryapti, nimalar qilib foydalanishyapti, bularni hatto tezliklarni, hamma narsasini boshqarib turishimiz mumkin. Trafik mana shu ko'rinishda xuddi suvdek oqib kelyapti. Telekom ketdi. Mana bu yerda aloqaga aylanib o'tib ketyapti. Mana shu qurilmalar, telefon, kompyuter, kamera, planshet, televizorli aniq ko'rinib turibdi va grafik ko'rinishda ko'rinib turibdi bu. Grafik ko'rinishda. Mana shu oddiy bir tarmog'imizga misol bo'ladi. Buning ichini ko'rib ko'rsak, qanchagina funksiyalar, imkoniyatlar ko'p va grafik interfeysdan qidirib bemalol topa olishingiz mumkin bo'ladi.
Shu yerdan men hozir mana shu qurilmamizda uladim, ko'rdingiz. Bu qurilmamizda endi men topib olmoqchiman. Buni topib oldim va buni topib olganimdan so'ng men buni IP adresi bilan shunga kirishga harakat qilaman. Bu qurilmamiz yangi qurilma hisoblanadi va yangi qurilmamizda odatda hech qanday sozlashlar bo'lmaydi. Bu zavodskiy bo'ladi. Zavodskiy sozlamalar bo'ladi. Bizda ko'pchiliklar shutursh olib ulab yuborishadi va zavodskiy sozlamalarda qoladi. Demak, bu xavfsizlik uchun juda qo'pol hisoblanadi va bemalol boshqa kishi, demak, yaxshi bilgan odam mana shunday qilib ichiga kirib olishi mumkin. Keling, endi buni ichida biz nimani ko'ramiz? Buni ichida mana shu qurilmamizni ichiga kirib turibmiz. Hozir mana shu qurilmamizni ichiga kirib turibmiz va bu qurilmamizda e'tibor berdingizmi? Bundan oldingi darsimizda ichidagi hardverlar, ya'ni qurilmalar, zapchastlarni ko'rgan edik. Endi buni dasturiy ta'minotini ko'rib chiqamiz. Dasturiy ta'minot mana bu dastur hisoblanadi. Va bu dasturda albatta buni ichidagi ma'lum bir a'zo, protsessor va boshqa demak komponentlarni iste'mol qilib, natijada buni bir qism foydalanib turibdi. Buni monitoring joyida ham ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, mana hozir bu qurilmaga kirmaganman va bu qurilmani haqida ma'lumotim yo'q, lekin umuman grafik interfeys bo'lgani uchun bemalol ichini har joylarini kovlab turib, nimadir kerakli o'zgarishlarni qilaman desam, qilib yuboraveraman-da. Oson topishim. Monitoring statistikalarimiz где-то hozir qayergadir ma'lumot berib qo'yibdi. Shu qo'shganmiz hali hech narsa ishlatmagan joyimizda ma'lum bir iste'mol qilib turibdi-da, 1%, 5%, 10% miqdorda demak bizda shu qurilmani mana shu narsani o'zi iste'mol qilib turibdi. Ciscoda bitta zo'r tomoni bor. Cisco mana shu narsani qora oynada qilib qo'yadi. Ya'ni interfeys bermaydi mana bu interfeys. Bu interfeys bermagandan keyin qora oynada bilasizlar, CMDda ishlaymiz. CMDda shu ishlarni qilishingiz kerak. Aynan qarang. Mana shunday oyna ochiladi. Shunday oyna ochiladi. Ta. Demak, masalan, IP qilib qandaydir buyruqlar beraverasiz. Buyruqlarni ichidan kirib borasiz va mana shunaqa yozuvlar chiqadi. Mana shu yerda qaysidir ma'lumotlar, mana IPlar, nimalardir chiqadi-da, chiqib boraveradi. Siz ana shunday qilib bog'lanib boraverasiz va bu murakkab hisoblanadi. Bu murakkabligini hisobiga bir qancha narsalar foydali bo'ladi. Ya'ni, birinchidan, iste'moli. Buni asosi, anonsi, mana bu grafika uchun iste'mol qilmaydi. Natijada bu ma'lumot almashishga o'sha iste'mol qiladigan protsessorda qismini, azoda qismini undan ko'ra o'sha foydalanuvchilarga ma'lumot o'tkazishga yordam beradi ko'proq. Ya'ni ko'proq prosess bajaradi interfeyslidan ko'ra. Bir xil xarakteristika bo'lsin, bir xil, masalan, azoda shu switch ichida protsessor, sxemalari, infrastrukturasi, ulanishlari, algoritmlar hammasi bir xil bo'lsin. Lekin bittasida grafik interfeys bo'lsin, bittasida demak qora oynada ishlaydigan tarmoqni sozlash qilinadigan bo'lsa, faqat bu sozlashga vazifasini bajarib beradi. Mana bundan uchun sozlashga bajariladigan bo'lsa, demak deyarli 15-20% kuchini shunchaki olib qo'ygan bo'lamiz va qora oynadagi switchimiz tezroq ishlaydi bundan ko'ra. Shuning uchun vaziyatga qaraydi. Masalan, juda oddiyroq qurilmalarimiz bo'lsa, albatta grafik interfeysda chiqarishga harakat qiladi, chunki oddiy foydalanuvchilarga katta kuchli mutaxassislar kerak emas. Siz kabi mutaxassislar kerak emas. Lekin mana bu korporativniy zavodlarda yoki hukumat binolari, internet servis provayderlarida ularda kuchli mutaxassislar kerak. Asosan kodlarni
Xo'p, mana bu qoidalar, mana bu qanday kirib keladi, mantiqlarini tushunib olgan mutaxassis kerak bo'ladi. Ular qora oynada yozib turib, sozlashlarni amalga oshiradi va bu demak ham ishlab chiqaruvchiga ham demak shu tarmoq quruvchi kompaniyaga ham foyda beradi. Tezlik jihatidan, tezlik asosiy rol o'ynaydi. Xo'p, keling bir to'liqroq tanishib chiqamiz. Mana oddiy oyna va bu yerda to'rtta 16 ta port bor deyapti. Bular hammasi qo'shilgan holatda turibdi va mana bittasi ulangan turibdi. Ulanganda demak ma'lumotlar o'tkazilishini bir vaqtda bitlarda, baytlarda aytib turibdi. Qancha ma'lumot ketyapti, qancha ma'lumot kelyapti. Shuni aytib turibdi. Ma'lumotlar qarang, hech qanday yo'qotishlarimiz yo'q. Paketlarimiz chotki, muammosiz aylanib kelyapti. Qo'shimcha ma'lumotlar beryapti bu yerda, versiya boshqa narsalari. IP ketdik. Imkoniyatlar keng mana account qo'shimcha monitor bo'limlariga o'tib borishimiz mumkin. Port settingsga o'tdim, qaranglar. Mana bu yerga kiramanda 3-portga, 4-portga kirdim. 4-portga kirdimda 4-portni belgiladim. Portni holatini o'chirib qo'ymoqchiman. Disable qildim. Submit qildim. Mana 4-port holatiga e'tibor bering. Xo'sh. Endi men Cisco'nikiga esa kiramanda mana bu yerda demak port ichigacha kirib boraman. Portni grafik interface port mana shu, keyin uni o'chib deymanda shutdown bir nimalardir yozamanda, keyin chiqib ketaman, saqlab chiqib ketaman. Mana shu narsa bajaraman. Demak Cisco'nikida. Yana kelaman, 4-portni qo'shib qo'yay, keyin esimdan chiqib ketib qolishi mumkin. Va mana 4-portni qayta qo'shib qo'ydim. Xo'p, portni sozlashlari, nastroykalar. Endi xo'p, xuddi shu funksiyalar demak Cisco'da ham bor ekan. Lekin bu Cisco'da biz buni qora oynada qilar ekanmiz. Qora oynada qilishning maqsadlari birinchisi tezlik. Qurilmani kuchini mamlash interfeysi uchun foydalanish qo'ymaslik kerak, ya'ni berib qo'ymaslik shart emas. Chunki mutaxassis odamga shart emas bu narsa va qanchadir vaqt, masalan, yiliga bir marotaba sozlash qilishi mumkin. Bu degani bo'ldi, qolgan vaqtda bu interfeys shuncha olg'ib turaveradi-da, kerak emas-da. Shuning uchun qora oynada ishlar ekanmiz. Ikkinchisi xavfsizlik uchun yuqori, ya'ni qora oynada buyruqlarni hamma ham bilavermaydi, yoddan hamma ham yodida qolmaydi. Masalan, hozir yodlagan bo'lsangiz ham ishlatavermaganingizdan keyin 2-3 oydan keyin esdan chiqib ketib qoladi va masalan hacker ham kirib kelganda hamma kodlarni bilmasligi mumkin. Keyin parollashtirish, xavfsizliklari, shifrlash, boshqa narsalar imkoniyatlari ham keng. Bu osonroq bo'ladi. Demak, ko'rdik. Umumiy ma'lumotlar monitoringi kablda, mana kablda aniqlashtirib ko'ryapmiz. Yana nimalardir loop funksiyasini o'tamiz. Masalan, o'sha loopda qandaydir kodlar yozamiz inshaalloh. O'shalarni qarang, mana bu yerda shunday so'zlab qo'yish mumkin. O'shalar to'g'rilab oddiygina bu yerda. Bu yerda demak biroz qiyin bo'ladi. Port sozlashlar. Endi MAC adreslarni statik MAC adreslar qo'yish, VLAN ID'lar qo'yish, MACni bloklash, ya'ni access list bor, whitelist bor, blacklist bor, ya'ni whitelist, oq-list deyiladi, o'shalarni ro'yxatga kiritasiz, faqat o'shalar foydalanadi. Blacklist esa ular foydalana olmaydi. Bu internetga bu portdan kira olmaydi. Qidirib ko'rasiz, nimalar bor ekan, u yerda yozishingiz mumkin. Menga nima kimlar bor deb unda yozasiz. Bunda esa taq shunday makni yozasiz, shappa chiqarib beradi. Maklistlar ro'yxatini osongina chiqarib beradi. Xo'p, poyilarni sozlashlar. Mana bu yerda poyi funksiyalarini o'tamiz. Poyilar esa internet tok bilasiz. Tokni o'chirib qo'yish mumkin. O'sha qurilmaga. VLANlar sozlashlar, xo'sh, rotate limitlar aylanib qoldi. Xo'p,
ko'ryapsiz, imkoniyatlari keng. Xo'p, biz esa mana shu narsalarni endi mana bu qurilmamizda qilishimiz kerak. Bo'ldi, buni o'chirib qo'yaveramiz, buni chekkaga olib qo'yamiz. Bo'ldi, bu tarmoq qurilmamiz kerak emas bizga hozir. Bu qurilmamizni olib keldik. Endi bizga mana bu qurilmalarga e'tibor beramiz. Bu qurilmalar ko'rinadigan bo'lsa kerak. Bu yerda va boshqa narsalarimizni olib turaylik-da. Mana qisqa sportli siska switchimiz, qisqa sportli siska switchimiz, tepasida 8 sportli siska switchimiz. Ikkalasi ham switch. Bu 8 sport, bu qisqa sport. Bir xil narsa. Switch. Bunda endi modul qo'shimchasi agarda yetmay qolsa, portingiz yetmay qolsa, siskada shunday imkoniyatlar bor. Ayrim bunda yo'q, bunda boshqalarida bor, ayrimlarda shunday qo'shimcha qo'shasiz. Qisqa sport yetmayapti. Siz ko'p narsa kerak emas. 52 port masalan, 52 port yetadi. Ya'ni 4 ta port qo'shilsa yetadi. Unga yana yangi switch olyapmaysizda, mana shunaqa modulni shunday qo'shib qo'yib, ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Modulchamiz. Settivoy modulimiz. Xo'p, endi bularni ulashimiz kerak va sozlashimiz kerak. Aniq narxlarini bilmayman, lekin narxlari to'g'risini aytsam $1000 kam emas. Bitta shuni o'zi. 8 portlik. Masalan, bozorga chiqasiz, $50-60 yoki $40 farqi bilmayman. Hozir ularning narxini siz switch olasiz, 8 portli gigabitni switch olishingiz mumkin. Lekin bu deyarli 10-20 barobar. Yo'q, 20 barobardan ham qimmat bo'lishi mumkin. Va ko'rinib turibdiki, bu qurilmalarimiz demak qimmat. Qimmat bo'lgani uchun buni o'rganishdan vaqtlanamiz. Qanday o'rganamiz? Ya'ni biz hozir faqat nazariya olsak-yu, keyin uni laboratoriyamizda qilib ko'rmasak, shu kodlarni yozib ko'rmasak, esimizda qolmaydi-ku. Mana shu holat uchun bizga Cisco'ni o'zi qurilmalarni o'zini demak birlashtirgan va ularni ichki operatsion sistemalarini, masalan, mana ichida ham qandaydir programmalar yozilgan. Bu tema o'zi emas, buni ichida programmasi bor, buni programmasi bor, lekin buni programmasi bilan buni programmasi o'z tushmaydi. Bularni hammasini olib Cisco bitta programma yaratgan va bu programmaga qurilma, ishlab chiqargan qurilmalarning aksariyatini shunga qo'shishga harakat qiladi, qo'shadi va mana bu biz kabi o'rganuvchilar shu yerdan shu programma orqali ulashlarni hosil qiladi. Ulashlarni hosil qilgandan keyin ularni sozlashlarini qilib turib, ana praktika amaliyot bajara oladi. Keyin bitta misol qilamiz. Mana bu yerda kompyuter bo'limiga ko'ramiz. Mana kompyuterlarimiz bor. Mana bu kompyuter, oddiy kompyuter, mana laptopimiz bor. Bu yana kompyuterimiz, mana kompyuter. Qolgan qurilmalarimiz bor. Bu qurilmalarimiz bilan keyin tanishamiz. Biz hozir asosiy demak endi tarmoq qurilmalariga o'tamiz. Mana oddiygina switch. Oddiygina 2960 nomli switchni qo'ydim. 2960. Mana bu yerda kabellarimiz bor. Mana bu kabellarimiz, bu kabellarimizdan demak olamizda ulaveramiz. Mana oddiygina tarmoqni hosil qildik. Endi buni ichida switchda aytgandek bo'ynagidek sozlash qildik, portni o'chirdik yoki poyini o'chirib qo'ydik yoki MAC adreslar yoki filtrlar nimalardir qildik-ku bo'ynagi switchimizda. Xuddi shu narsani mana bu yerda ham qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerga kiramizda, enterga bosamiz, mana switch. Kirdik ichiga, keyin bu yozishga o'tib ketamiz, ichini o'rganamiz. Mana ko'rdingizmi, qora oyna, endi bu yerda oq oynacha bo'lib turibdi. Fonni orqasini o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p.
mana bu yerda ko'rinishi bor, mana fizik ko'rinishi. Aslida mana shunaqa uchun qurilma bo'lgan, mana switch ko'rinishi. Birdan orqasini qo'shib yuborgan. Demak, mana bu yerda mana switchlarimiz. Switchimiz jami 24 taliga o'xshadi. 24 ta, mana bu yerda ham ikkita bor. Mana bu esa orqa tomoni. Umuman olganda mana shu programmamiz amaliyot vazifasini bajarib beradi. Keyingi darslarimizda endi buni programmani o'rnatish bo'yicha darslarga o'tamiz. Umid qilaman, bu darsimizda biz bu programma Cisco Packet Tracer nima uchun o'rnatishimiz kerak, buni vazifasi nima va boshqa qurilmalar bilan nima, boshqa qurilmalarga shunchaki interfeysda taq yozib tashlaydiganimiz nimaga, mana bunga qora oynaga yozamiz. Xo'p, bu o'zi programmada nimalar bor, qisqacha bilib oldik. Keyingi darsda chuqurlashib o'rganaveramiz. Savollarimizda demak yozib qoldiraversangiz javob berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda ko'rishamiz.